Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi video darsimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda sizlar bilan Ruslanbek o'quv o'rayi tomonidan o'tkazilayotgan 19-milliy sertifikat mock test savollari tahlilini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu yechimlar ko'proq abituriyentlar, ustozlarga yetib borishi uchun videoga layk bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz esa boshlaymiz. Demak, birinchi savol. Bizda aytmoqdaki, 3287 sonining ikkita tub burchisi bor. Shularning yig'inini toping deydi. Demak, bizlar uni tub songa bo'lib ko'rishimiz kerak-da, shunda ikkinchi tub burch chiqadi. Bizlar buni bir chekkadan bo'lishni amalga oshiramiz. Endi bizlar topdik. 3287 soni 19 ga bo'lindi. 19 degan tub songa bo'ldik. O'sha vaqtda 173 chiqdi. Endi bizda bu tub bo'luvchilari 19 va 173 ekan. Endi shu 19 va 173 ni qo'shib qo'ysak bo'ldi. Shu bilan shularning yig'indisi kelib chiqadi. Ya'ni javobi 192 bo'ladi. To'g'ri javob C varianti bo'ladi. Endi ikkinchi savol. Hisoblang deyilgan. Endi bu yerda e'tibor qaratadigan bo'lsak, hammasida mahrajda 2 ga bo'lingan, 1/2 ni qavsim tashqariga chiqarib yozib olamiz. Shunda bizda buni bunday qilib ketamiz. 1/1 karra 3 deb ketamiz. Keyin qo'shish 1/3 karra 5 qo'shuv va 1/5 ko'paygan 7 qo'shuv 1/7 ko'paygan 9 qo'shish va hokazo 1/69 ko'paygan 71 shakligacha o'tadi. Endi teng deymiz. 1/2. Bu yerda kasrlar bizda 1/2 ni chiqarib oladigan bo'lsak, 1/1 minus 1/71 shakliga kelib qolardi. Shunda bu yoqqa 71 dan mahraj beramiz. 1/2larni men 1/4 deb yoraman. Shunda 70/71 bo'ladi. 2 ga qisqartiradigan bo'lsak, 35/142 degan javob bo'lishi kerak. Ya'ni to'g'ri javob D bo'ladi. Endi 3-savolga yetib keldik. Bizda tik turgan bo'sh idishni deydi. Mana xo'p, rasmga qaraymiz. A quvurning bitta uzi 6 soatda, B quvurning yolg'iz uzi 3 soatda to'ldirar ekan. C quvur esa idishning 3/2 qismini 4 soatda bo'shatadi. Demak, bu yerdagi suvni 3/2 qismini, yuqoridagi suvni demak 4 soatda bo'shatar ekan. Demak, yozib olamiz. Bizda quyidagicha bitta ko'rsatib usul o'rgatib o'taman. V teng deyman. Ya'ni idishdagi suv hajmini V deyman. Endi shuni birinchi quvur o'zini V1 degan tezligi yordamida 6 soatda bo'shatadi. Endi V degan hajmni ikkinchi quvur esa o'zining V2 degan tezligi bilan buni bo'shatadi deb yo'lni o'zini to'ldiradi. Ikkinchisi esa V2 degan tezligi bilan 3 soatda to'ldirishi kerak. Endi bizda keyingi 3-quvur esa bo'shatyapti, lekin u 3/2 hajmni o'zining V3 degan tezligi bilan 4 soatda bo'shatyapti. Shu joydan V1 ni aniqlab olamiz. V1 degani V/6. V2 degani V/3. V3 degani V/6 chiqyapti. Endi bizlar nima qilamiz? Biz aytadi, uchala quvur birgalikda bo'sh hovuzni necha soatda to'ldiradi? Hovuz bo'sh bo'lsa, dastlab mana bu joygacha hovuz to'lishi uchun faqat birinchi va ikkinchi quvur ishlaydi. Shuning uchun 3/1 V ni deymiz. 3/1 V teng deymiz. Birinchi quvur va ikkinchi quvur V1 va V2 birgalikda ishlaydi. Qandaydir tabir vaqtda deymiz. Endi 1/3 V deymiz barobar V1 joyiga V/6 qo'shilgan V2 joyiga V/3 qo'yamiz. Ko'paygan T1. V/3 barobar mahraj beradigan bo'lsak, V/2 ko'paygan T1 bo'ladi. Bu joydan T1 ni qiymati farqlaydigan bo'lsak, o'zi 2/3 soat ketishi kelib chiqadi. Demak, hozircha bizlar 3/1 qismi to'lishi uchun qancha vaqt ketishini bilib oldik. Endi qolgani, ya'ni 3/2 V hajm to'lishi uchun V1 ishlaydi, V2 ya'ni suv quyadi, lekin V3 suvni tashqariga chiqarayotgani uchun minus V3 minus V3 deymiz va ko'paygan T2 deymiz. Shu yerdan T2 vaqtini topib olamiz. 2V/3 barobar V1 joyiga V/6 plus V/3 minus V/6 ko'paygan T2 deymiz. Bu joydan T2 ni qiymati 2 chiqadi hisoblab ko'radigan bo'lsak. Mana yozib yuboraman hozir.
hozir yozib yuboraman. Demak, 2v taqsim 3 teng deymiz. Bir joyda biz e'tibor qilsak, bular qisqarib ketyapti-da. Endi v taqsim 3 ko'paygan t2 deymiz. Bundan t2 ning qiymati 2 soat ekanini kelib chiqadi. Shunda bizda jami qancha vaqt ketyapti? 2 taqsim 3 keyin yana 2. 8 taqsim 3 soatlik vaqt ketyapti deb olamiz. 8 taqsim 3 soat. Shunda bizda A javob bo'lar ekan. 4-savolga yetib keldik. Sotuvchi ikki mahsulotni har birini 60 dollardan sotdi. U birinchi mahsulotda 20%, ikkinchisidan 20% zarar. Birinchisidan foyda, ikkinchisidan zarar ko'ryapti. Demak, shunda birinchi mahsulotning narxi x bo'lsin-da bizda. X dan deb olay. Endi uni 20% foyda bilan sotishim uchun 1.2 ga ko'paytiraman. O'sha 60 dollar bo'lgan. Endi ikkinchi mahsulotining bahosi y bo'lsin, u 20% zarari bilan, ya'ni 80% ga 0.8 qismiga sotilgan. Shunda u yana 60 dollar chiqqan. Shu joyda x ning qiymatini aniqlaydigan bo'lsam, demak 50 chiqadi. Y ning qiymatini topadigan bo'lsam, shunda y ning qiymati bizda 75 bo'lib qolyapti. Endi sotuvchi qancha foyda yoki zarar ko'rgan deydi. O'zi birinchi mahsuloti 50 dollarlik ekan, ikkinchisi 75 dollarlik ekan. Shunda o'zi u 125 dollarga sotadigan bo'lsa, foyda ham, zarar ham ko'rmaydi. Lekin u bizda 60 har birini 60 dan sotyapti va unga 120 dollarlik tushum kelyapti. Shunda u 5 dollar nima bo'lgan? Zarar ko'rgan bo'ladi. 5 dollar zarar deb yozamiz. Ya'ni to'g'ri javob B varianti bo'ladi. Endi 5-savolga yetib keldik. 5-savolda A va B natural sonlar ko'paytmasi shunday ko'rinishda ekan. Endi bizlar A ni ham, B ni ham bunday qilib yozib olamiz. 2 2 ko'paygan 5 ko'paygan 7 ko'paygan 13 bunga ham shunday qilib qo'yib olamiz. 5 7 va 13 deb yozib olamiz. Endi A va B ning ko'paytmasi eng katta chiqishi kerak ekan. Endi A va B sonlarning ko'paytmasida shunday narsalar qatnashishi uchun, masalan, bunda 13 ning 1 13 ning 0 bo'lishi kerak. Ko'paytsak 13 bo'lib qoladi darajada qo'shilib. Endi 7 ning kvadratini berish uchun 7 ning 1 7 ning 1 qo'shishga majburmiz. Endi ko'paytma kubi eng katta chiqishligi uchun iloji boricha bizga kubning o'z qoidasi tub ko'paytuvchilarga ajratib, keyin o'xshashlardan darajasi kichigini olishimiz kerak. Endi bizlar kubga katta javob chiqarib berishimiz kerak. O'xshashlardan iloji boricha kichigiga ham kattaroq darajada qoldirishga harakat qilamiz. Ya'ni bu yerga masalan 5 ning kubini qo'yib, bu yoqqa 5 ning 0 ni qo'ysak ham bo'lardi-da, lekin kub hisoblayotganda 5 olinmay qoladi. Shuning uchun bu yerga 5 ning kvadrati, bu yerga 5 ning 1 ni bersam, kub kattaroq chiqadi. Bu yerga 2 ning kvadrati 2 ning kvadrat qilib beramiz. Agar 2 ning 3 2 ning 1 deydigan bo'lsak, kub kattaroq chiqmay qoladi. 2 ning kvadrati 2 ning kvadrat deymiz. Endi hisoblaymiz. Demak, kub AB teng deymiz. 2 ning kvadrati olinadi, 5 olinadi, 7 olinadi. Shunda 2 ning kvadrati 4, 4 5 20 va 7 ni ko'paytsak 140. Ya'ni bitta javob keladi. Endi 6-savol. Hisoblang deyilgan. Buni bizlar teng x deb olamiz. Buni qiymatini teng x ga deymiz va ikkala tomonni qavs kvadratga oshirib yuboramiz. Natijada buni bizlar a, buni esa b deb o'ylab kvadratga ochamiz. A kvadrat bo'ladigan bo'lsa, ildizidan qutuladi. 2 ildizi 7 plus 1 minus 2. Endi a b bo'lgan vaqtida ikkalasi ko'payib bitta ildiziga olinadi. Keyin bu bilan bu ko'paysa kvadratlar ayirmasi, ya'ni 3 ning kvadrati ayrilgan. Ildizi ostida 2 ildizi 7 plus 1 da kvadrat bo'lib qoladi. Plus b kvadrat bo'ladigan bo'lsa 3 minus ildizi 2 ildizi 7 plus 1 chiqadi. Barobar x ning kvadratiga bo'ladi. Endi bu yerdan qisqarib ketadiganlarni qisqartirsak, bular qisqarib ketmoqchi. 3 ga 3 qo'shiladigan bo'lsa 6 deb yozaman. Minus 2 ildizi ochaman. Ildizi tagida 3 ning kvadrati 9 minus 2 ildizi 7 minus 1 chiqadi. Kvadrat 1 ildizi ham qisqarib ketadi. X kvadratga 6 minus 2 8 minus 2 ildizi 7 teng x kvadrat deymiz. 6 minus 2 8 minus ildizi 7 degani o'zi ildizi 7 minus 1 kvadrat yozib ketaman. Ildizi 7
minus 1 ni kvadratga ochadigan bo'lsak, o'zi 8 minus 2 ildizosi 7 chiqadi. Demak, bu ildizodan chiqib ketadi. Ildizosida 7 ayrilgan 1 bo'lib chiqadi. X kvadrat deymiz. X kvadrat deb ixchamlasak, yana bu 8 minus 2 ildizosi 7 bo'lib qoladi. Bu yerda x ning qiymati ildizosidagi 7 ayrilgan 1, ya'ni bir javob chiqadi. Endi ikkinchi savolga o'tib keldik. Hisoblashimiz kerak. Bizni belgilash kiritib tursakda bu misolda. Ya'ni kub ildizosidagi 3 ni qandaydir a deb turay. Shunda bu misolimiz teng bo'ladi. 2 taqsim a plus 1 plus 1 taqsim a kvadrat minus a minus 1 shakliga o'tadi. Endi buni 2 taqsim a plus 1 minus plus 1 taqsim a chiqarib beradigan bo'lsam a minus 1 minus 1 shakliga keltirsam, o'ymaxaj bersam, bu yoqqa a dan hamda a minus 1 dan beraman. Bu yerga a plus 1 dan, bu yoqqa a dan a minus 1 hamda a plus 1 hammasini maxraj qilib tanlaymiz. Xo'p, natijada bizda umumiy maxraj a minus 1, a plus 1 va a uchalasi ko'paymasa keladi. Bu qavsni ochadigan bo'lsak 2a kvadrat minusdan 2 ta a plusdan a plus 1 minusdan a kub plusdan a bo'lib qoladi. Endi bularni ixchamlaydigan bo'lsak, a kvadrat minus 1 suratida minusdan a kub minusdan a kub plusdan 2a kvadrat plus 1 ifoda qoladi. Endi joyiga qo'yib yuborsak, bizda nimani a degandik? Bu maxrajni ham qavsni ochib a kub minus a deb qo'yaman-da. A kub minus a deb. A kub degani o'zi kub ildizosidagi 3 ni kubga oshirilgan, shunda 3 bo'lib qoladi. Plus 2a kvadrat bo'ladigan bo'lsa, kub ildizosi 9 plus 1 deymiz. Taqsim past a kub bo'lsa 3 bo'lib qoladi, minus kub ildizosi 3 deymiz. Teng. Suratida 2 kub ildizosidagi 9 minusdan 2 taqsim 3 minus kub ildizosidagi 3. Suratidan 2 ni chiqarib yuboramiz. Kub ildizosidagi 9 ayrilgan 1. Maxrajidan kub ildizosidani 3 chiqarib yuboradigan bo'lsak, bu yerga kub ildizosi 9 qoladi, ayrilgan 1. Endi bular qisqarib ketar ekan. Shunda javobimiz bizda 2 taqsim kub ildizosidagi 3 bo'lar ekan. Buni yana irratsiyadan qutqarsak, ya'ni kub ildizosi 9 dan beradigan bo'lsak, 2 kub ildizosidagi 9 taqsim 3 degan javob ham bo'lishi mumkin. To'g'ri. Bir javob ekan. 8-savol bizda A4 so'ralgan. Arifmetik progressiya bu yig'inda umumiy formula berilgan. Endi bizlar bunday hisob-kitob qilamiz hozir. Enlarni joyiga, bu joyda enlarni joyiga birinchi navbatda men 4 qo'yib chiqaman. Shunda menda S4 chiqadi. S4 deganimiz bizda 2 ko'paygan 4 kvadrat minusdan 3 ko'paygan 4 bo'lar ekan. Xo'p, shunda 16, 32 ayrilgan 12 demak bundan qiymati 20 chiqyapti. Endi n'ga 3 saylab yuborsak, S3 bo'ladi. Barobar deymiz 2 ko'paygan 3 kvadrati minus 3 ko'paygan 3 bo'lar ekan. Shunda 18 ayrilgan 9 barobar yana 9 chiqyapti. Endi bizlar S4 dan S3 ni ayiradigan bo'lsak, bizda A4 qoladi va u teng bo'ladi 20 ayrilgan 9 ga, ya'ni 11 ga degan javob bo'ladi. To'g'ri javob A. Endi 9-savolga o'tib keldik. Bizda geometrik progressiya berilgan va bir Bn Sn berilgan ekan. Endi xo'p, buning uchun Sn ni bitta formulasini yozib olamiz. Sn teng deyman. Bizda Bn ko'paygan q minus b1 taqsim q minus 1 degan formula bor, o'shanga qo'yib yuboramiz. Minus 381 teng deymiz. Bizda Bn deganimiz minus plus 92 ko'paygan q minus b1 bo'lsa plus 3 bo'ladi, q minus 1 deymiz. Endi minus 381 q plus 381 teng bo'ladi minusdan 192 q plusdan 3 ga deymiz. Xo'p, endi o'tkazadigan bo'lsak, buni bu yoqqa olib o'tsam. Shunda bizda bu 378 teng bo'lib qoladi. Bu bu tarafga o'tadi.
Shunda 189 q qolar ekan. Bu yerdan qni qiymati 2 ekanligi kelib chiqadi. Bizdan endi n ni so'rabdi. Shunda bn deganni yoyib yuboramiz. Bizda bn teng b1 ko'paygan q darajasi n-1 bo'ladi. bn ni -+92 deb bergan. -+92 teng deymiz. b1 ham bordi, -3 edi. Ko'paygan q 2 ni n-1. Bunda 2 ni n-1 darajasi -3 ni bo'ladigan bo'lsak 64 bo'ladi. Bunda n-1 degan 2 ni n-1, 2 ni n-1 barobar 2 ni 6si. n-1 teng 6, n teng bo'ladi 7 ga. To'g'ri javob A bo'ladi. Endi 10-savolga yetib keldik. 10-savol uchun bizda a kub plus b kub plusdan x kub minus 3abc teng bo'ladi. Birinchi qavsida a plus b plus c, ikkinchi qavsida a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat minus ab minus ac minus bc degan ayniyat bor edi. Qisqa ko'paytirish formulalarida o'sha ayniyatdan foydalanadigan bo'lsak, demak bundan kelib chiqadi. Mana demak suratda yana qayta yozib olsam, demak shunda bizda suratda a plus b plus c o'zi mahraj bilan qisqaradigan ifoda berib qo'yibdi-da bizga. Shunda bularni qisqartib yuboramiz mana. Qisqarib ketyapti bular. Shunda bizda nima qolyapti? A qo'shuv b qo'shuv c qolyapti. Teng deymiz. Bizda a ni joyiga minus b qo'yamiz. Minus b plus c ni joyiga 3 qo'yamiz. Minus bilan plus b qisqaradi va misolning javobi 3 chiqadi. To'g'ri javob C bo'ladi. Endi 10 savolga yetib keldik. Xo'p, bizlar 10 savolni nima qilib olamiz? Mahraj x plus 1 ga kelyapti. Biz vaqtida 12 plus kvadratga ochib olamiz. Mahraj x kvadrat surati x ni 4 minus 6x kvadrat plus 9 shakliga o'tadi. Plus bu yog'i mahrajga keltiradigan bo'lsak, bu yoqqa x dan bunga x kvadratdan 9 minus 6x plus x kvadrat taqsim x kvadrat bo'ladi. Teng deymiz. Bunga x kvadratdan mahraj berib, keyin ixchamlashtirib yuboradigan bo'lsam, bu 12x kvadrat 6x kvadrat ayrilib ketsa, yana 6x kvadrat musbatdan qoladi. Bu yog'i yana shu narsami? 9 minus 6x plus x kvadrat taqsim x kvadrat barobar deymiz. Endi bizda nima bo'lyapti? Suratida qavs kvadratga kelyapti. Suratdagi ifoda x kvadrat plus 3 taqsim x ni umumiy qavs kvadratga kelyapti. Plus bu yog'i esa 3 minus x taqsim x ni qavs kvadratga kelyapti. Shunda qavs kvadrat bilan modul ildiz qisqaradigan bo'lsa, modulda x kvadrat plus 3 taqsim x qoladi. Plus modulda 3 minus x taqsim x qolyapti. Taqsim x plus 1. Endi modulni ochishimiz uchun son yoki shart berilgan bo'lishi kerak. Mana berilgan x teng 4 deyapti. Shunda x ga 4 tanlaydigan bo'lsak, bu modul manfiyda ochiladi, bu musbatda ochiladi. Shunda musbatda ochadigan bo'lsam x kvadrat plus 3 taqsim x. Manfiyda ochadigan bo'lsam, xo'p, o'rnini o'zgartirib yuborsak ham bo'ladi-da, x minus 3 deb yuborsak ham bo'ladi. Shunda suratida x kvadrat plus bunday qilaydi buni. Yozuvni kamaytiraylik. X kvadrat plus x qoladi. Bizda mana bu minus 3 bilan plus 3 baribir qisqarib ketadi. X ni mana bu x ni mahrajga pastga tushirib yuboramiz mana. X plus 1. Endi mahrajni ochib yuboradigan bo'lsam yoki suratni ko'pgacha ajratsam, ikkalasi bir xil ko'rinishga o'tadi-da. Demak, misolning javobi 1 bo'lib qoladi. To'g'ri javob A varianti. Endi 12-savol. Birinchi ilzosni bundan boshlasak, ilzosni 3 deyman. Ilzosida 3 kotangens deymiz. Buni 2pi minus pi taqsim 3 deb yozib olamiz. Plus 2 kosinus deymiz. Keyingisini esa 2pi plus pi taqsim 3 deymiz ekan. Shunda 2pi taqsim 3 deb beradi.
Endi izoh bu 2pi minus bo'ladigan bo'lsa 4/chorak. 4/chorakda katangiz manfiy. Shuning uchun minus izohda 3 katangiz pi taqsim 3 deb yuboramiz. Keyingisi birinchi chorak bo'ladi ekan. 2pi plus pi taqsim 3 bo'lsa musbat 2 kosinus pi taqsim 3 deymiz. Barobar minusdan izohda 3 ko'paygan katangiz 60 gradusda. Xo'p, demak sinus 60 taqsim kosinus 60 taqsim sinus 60 deydigan bo'lsak, izohda 3 chiqar ekan. Plus 2 ko'paygan kosinus 60 da 1 taqsim 2. Uzr, mana bu joyda ozgina adashib yubordim-a. Xo'p, bizda nima deb yubordim shu joyni? 1 taqsim izoh bo'ladi. Katangiz 60 da 1 taqsim izohda 3 bo'ladi. Keyin bular qisqarib ketadi, bular qisqarib ketadi. Shunda minus 1 plus 1 barobar 0 degan javobga ega bo'lamiz. To'g'ri javob D variant. 10-chi savol bizda tangens alfa berilgan. Bu hisob-kitob kerak ekan. Demak, yozib olaman. Kosinus 5 alfa taqsim sinus alfa plus 2. Endi buni ko'paytmadan, yig'intidan ko'paytmaga o'tamiz. 2 sinus deymiz, qo'shib 2 ga bo'lamiz. Yo'q, undan ham oson. O'zi hozir bundan ham osonroq qilaylik-da buni. O'ymaqiga keltirib yuboramiz ekan. Juda sodda bo'lib qoladi hozir. Mana hozir juda soddaroq qilib ishlaymiz hozir buni. Demak, bularga nimadan berib yuboramiz ekan? Sinus alfadan mahaj berib yuboramiz. Shunda plus deymiz. 2 sinus alfa sinus 2 alfa qo'shamiz. 2 sinus alfa sinus 4 alfa bo'ladi. Taqsim sinus alfa bo'lib ketadi. Teng deymiz. Kosinus 5 alfamiz joyida qoladi. Kosinus 5 alfamiz joyida qoladi. Tegmaymiz. 2 ko'paygan. Ko'paytmadan yig'intiga o'tadigan bo'lsak, 1 taqsim 2 derdik. Kosinus derdik, burchaklarni ayirardik. Minus alfa, lekin uni kosinus alfa deb ketaveramiz. Minus kosinus deymiz, endi burchaklarni qo'shardik. 3 alfa plus 2. Endi yana 1 taqsim 2 kosinus alfadan 4 alfani ayirsak 3 alfa ayrilgan. Kosinus qo'shsak, alfaga 4 alfani qo'shsak 5 alfa bo'lar ekan. Taqsim sinus alfa. Teng desak, kosinus 5 ta alfa plus kosinus alfa minus kosinus 3 alfa plus kosinus 3 alfa minus kosinus 5 alfa deymiz. Taqsim sinus alfa. Teng bo'lib qoladi. Bizda qisqarib ketadigan ifodalarimiz bor mana. Natijada kosinus alfa taqsim sinus alfa qolyapti. Bu bizga katangens alfa qiymatini beradi. Tangens alfa 5 bo'ladigan bo'lsa, albatta katangens alfa 1 taqsim 5 bo'ladi. Ya'ni to'g'ri javob D. Endi 14-savol. Izohida 3 4 ni x, shunda 4 ni x ni 2 ni 2x desakmi, mayli 4 ni x deylik, mayli plus desak, buni 4 ni x ko'paygan 2 ni minus 1 deyman. Hop, tushuntirib beraman. Qayta yozib beray shuni. Izohida 3 mayli 2 ni 2x deb yozdim. 2 ni 2x plus 2 ni 2x ayirgan 1 dedim. Kichkina deymiz. 3 ni x plus 3 ni x plus 1 bo'lsin. Endi bu yoqdan izohida 3 ko'paygan 2 ni 2x ni chiqarib yuboramiz. Shunda 1 plus 2 ni minus 1, ya'ni 1 taqsim 2 qoladi. Kichkina 3 x ni chiqaramiz. 1 plus 3 bo'ladi. Izohida 3 2 ni 2x ko'paygan 3 taqsim 2 kichkina 3 x ko'paygan 4 bo'ladi. Endi 2 ni 2x taqsim 3 ni x deymiz. Kichkina deymiz. 2 ko'payib o'tadigan bo'lsa, mana bu 2 imiz. Bu yoqqa ko'payib 8 bo'ladi. Bu ikkalasi 3 izohida 3 bo'lib mahrajga tushadi. 8 taqsim 3 izohida 3 deymiz. To'g'rimi? Demak, 3 izohida 3 4 dedim, 8 to'g'ri bar joyda. Demak, bu bunday misol ekanda, bu 2 taqsim izohida 3 deymiz-da, umumiy 2x deb yozamiz. Kichkina deymiz buni. 2 taqsim izohida 3 ni umumiy kubi deb yozib olishimiz mumkin. Shunda 2x kichkina 3 dan
x kichkina 1,5dan chiqadi. X kichkina 1,5 degan javob bo'lishi kerak. Ya'ni bizda A variant bo'ladi. 15-savol tenglamani haqiqiy ildizlari yig'indisi toping demoqda. Xo'p, bu kvadrat bilan ildiz qaradi, to'g'rimi? Keyin modulda qolib ketadi. Mana bu modulda qoladi. Yozamiz. Logaritm 2 asosga ko'ra 3x + 5 qo'shyapmiz. Modulda logaritm 2 asosga ko'ra 2x + 5 barobar 0 ga. Endi birinchi modul ichidagi ifodamizni katta x teng 0 sharti bilan modulni musbatdan ochib olamiz. Logaritm 2 asosga ko'ra 3x + 5 plus logaritm 2 asosga ko'ra 2x + 5 barobar 0 deymiz. Bundan logaritm 2 asosga ko'ra ko'payib ketadigan bo'lsa 6x kvadrat 15 10 25x plyusdan 25 bo'lar ekan. Teng 0 ga deymiz. Shunda 6x kvadrat plus 25x plyusdan 25 teng 2 ni 0, ya'ni 1 ga teng ekan. 6x kvadrat 25x plyusdan 24 teng 0 deymiz. Shunda buni yechimlari bizda 3x plus 8 ko'paycha ajratib qo'yaylik qani. 3x plus 8 2x plus 3 ajratsak bo'lar ekan. Demak, x barobar minus 8 taqsim 3, x barobar minusdan 3 taqsim 2. Endi bu sonlarni mana bu joyga tekshirib qo'yishligimiz kerak. Xo'p, bu yerga minusdan 3 taqsim 2 ni qo'yadigan bo'lsam, minus 3 5 to'g'ri kelar ekan. Bu son to'g'ri kelyapti. Keyingisi minus 8 taqsim 3 ni qo'yadigan bo'lsak, hop, minus 8 taqsim 3 bu shartni qanoatlantiradi, lekin mana bu joyga to'g'ri kelmay qolar ekan, manfiy qilib yorar ekan. Bu bo'lmaydi. Ikkinchi holatiga o'tamiz. Ikkinchi holatni boshqa rangda yozaman. Logaritm 2 asosga ko'ra 2x plus 5 ni endi kichik a teng 0 deb o'ylab, modulni manfiydan ochib olamiz. Shunda logaritm 2 asosga ko'ra 3x plus 5 minusdan logaritm 2 asosga ko'ra 2x plus 5 barobar 0 deymiz. Logaritm 2 asosga ko'ra 3x plus 5 teng logaritm 2 asosga ko'ra 2x plus 5 ga. Bundan 3x plus 5 teng bo'ladi 2x plus 5 ga. Bundan x na qiymati 0 ga kelib chiqadi. Endi bu joyga 0 qo'yadigan bo'lsam, 0 qo'yadigan bo'lsak, logaritm 2 asosga 5 0 dan kichkina bo'lmaydi, demak. Bu qiymat ham to'g'ri kelmaydi. Shunda bizda faqat bu tenglamaning bitta ildizi qoldi. minus 1,5 bo'ldi. Ular yig'indisi desa ham baribir minus 1,5 belgilaymizda. To'g'ri javob B varianti bo'ladi. 16-savol. Tenglama haqiqiy ildizlarini toping. Agar u bitta bo'lsa, o'sha ildizni toping deyilgan. Xo'p, endi bizlar birinchi bo'lib qavsni ochib yozsak mana. X ni kvadrati modulda x minus 3 plus x kvadrat dedik. Endi buni olib o'tamiz bu yoqqa. Minus 6x plus 9 teng 0 deymiz. X kvadrat bo'ldi x minus 3 plus bu x minus 3 ni qavs kvadrati teng 0. Endi bu musbat ifoda bo'ladi. Modul va kvadrat bor. Bu ham musbat ifoda yoki 0 ham bo'lishi mumkin, ikkalasi ham. Ularning yig'indisi 0 chiqishi uchun har biri 0 chiqishi kerak. Demak, bunda ko'rinib turibdiki, x ning qiymati faqatgina bitta bo'ladi. O'sha son ham 3 bo'ladi. To'g'ri javob C bo'ladi. Endi 17-savol. Agar tenglama ildizlar x ga teng bo'lsa, ana shu ifodani hisoblashimiz kerak ekan. Dastlab mayli, darajaga oshirib olamiz. 4x1 kvadrat minusdan 4 izosti 13x1 plus 13 bo'lar ekan. Keyin plus deymiz. 4x2 kvadrat plusdan 4 izosti 13x2 keyin plus 13 bo'ladi. Endi bizlar bulardan 4 ni chiqarib yozib olaman. 4x1 kvadrat plus x2 kvadrat. Keyin boshqa mana bulardan minus 4 izosti 13 chiqaradigan bo'lsa, minus 4 izosti 13 ni chiqaraman. Shunda x1 aylangan x2 bo'lib qoladi. Plus 26 deymiz. Bizda bitta qoida bor. x1 aylangan x2 agarda
x1 katta x2 dan bo'ladigan bo'lsa, bu ilzosti diskriminant taqsimi. Kichkina bo'lsa, uni aksi, ya'ni minus diskriminant taqsimi bo'ladi. Xo'p, shunda x1 ayliga x2 hisoblaymiz. Bizga katta deb berib qo'yibdi mana. Ilzostida diskriminant deydigan bo'lsak, 13 ekan. To'g'rimi? Taqsim 1. Shunda ilzosti 13 ekan. Diskriminantimiz ilzosti 13 chiqyapti. Xo'p. 4. Buni x1 plus x2 ni qavs kvadrati minus 2 x1 x2 deb yozib olamiz. Minus 4 ilzosti 13 ko'paygan x1 minus x2 deganimiz ham ilzosti 13 bo'lyapti. Plus 26 teng. 4 x1 plus x2 degani minus 1 kvadrati baribir 1 bo'ladi. x1 x2 minus 3 shunda plus 6 bo'lib ketar ekan. Minus 4 karra 13 52 bo'lar ekan. Plus 26 28 minus 52 28 minus 52 plus 26. Javob 2 chiqar ekan. To'g'ri javob C bo'ladi. 18 savol bizda. 1 dan 2 25 kesmada nechta natural ichimga ega deydi. Xo'p, endi bu maxraji bizda shunchaki oddiy sonlar. Buni bizda bu yoqqa ko'paytirib o'tkazib borishimiz ham mumkin. Endi e kattami yoki ilzosti 8 kattami, shuni bilib olishimiz kerak. Endi e deganimizda 2/71 bo'ladigan bo'lsa, bu 2/8 dan ham ziyod. 2 o'zi 2/8 ni kvadrati o'zi 7/84 bo'lib qoladi-da. Shunda albatta ilzosti 8 katta bo'ladi. Shunda bu manfiy ko'paytmani bo'lib olsak, belgi almashadi. X minus ilzosti 8 katta nima deymiz. Shundan x katta ilzosti 8 taqsim e'dan. Ya'ni bu ilzosti 8 taqsim e'dan cheksizlikkacha degani bo'ladi-da. Ya'ni 1/k dan cheksizlikkacha bo'lib qoladi. Shunda bizga yechimlar sifatida 2, 3, 4, 5, 6, 7 va hokazo 2025 gacha qoladi. Endi bu yerda 2025 ta sondan faqatgina bitta son yo'q bo'lgani uchun 2024 ta natural yechimga ega deb javobni belgilab olishimiz mumkin. 19-savol. Tengsizlikda nechta butun yechim bor deydi. Shunda bizda bu x plus 2/4 degan sonimiz kattaga teng bo'lib boshligi kerak. Bu musbat bo'lyapti shuning uchun. Lekin ilstagidagi ifodamiz ham albatta kattaga teng 0 shartini bajarish kerak. Bu sistemaga chiqib qo'ysak bo'ldi. Birinchisida x kattaga teng minusdan 2/4 bo'ladi. Ikkinchisi manfiyga ko'paytirsak x kvadrat plus x minus 20 kichikka teng 0 degan bo'lsak, bu minus 5 dan 4 gacha oyoq bo'lib chiqadi. Umumlashtiradigan bo'lsak, minus xo'p chizma olamiz mayli. Minus 5 dan 4 gacha degan yechim chiqyapti. Keyin minus 2/4 dan katta bo'lyapti. Shunda bizda yechim mana. Mana bu yoqda umumiy yechim bor mana. Shunda javob sifatida men lekin minus 5 ni xususiy yechim qilib olaman. Minus 5 ilizga to'g'ri keladi. Ilizni ichkarisi 0 qiladi. Umumiy ko'paytib 0 ga aylanib shart bajariladi. Keyin minus 2/4 dan 4 gacha bo'ladi. Butun yechimlari nechta butun yechim bor deyapti. Demak, shunda minus 5 butun yechim bo'la oladi. Keyin minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 va 4 gacha. O'zi bu yergacha 4 ta son, 5 ta son, bu yoqda 3 ta jami 8 ta butun son tengsizlik yechimi bo'la olar ekan. Endi 20-savol. Y teng x minus 4 va x kvadrat minus 5x plus 6 funksiya orasidagi eng qisqa masofa. Bizda ikkita funksiya, masalan bitta parabola va to'g'ri chiziq orasidagi eng qisqa masofa so'ralsa, bizlar parabolaga urinma o'tkazishimiz kerak. Urinma berilgan to'g'ri chiziqqa parallel ravishda o'tishi kerak. Shunda ikkita parallel chiziq orasidagi masofani topib qo'yamiz. Ya'ni y teng x minus 4 ga parallel urinma o'tkazamiz. Parallel urinma o'tkazamiz. Shunda x minus 4 ga parallel urinma o'tkazadigan bo'lsak, bizda buni burchak koeffitsiyenti 1 ligidan foydalanamiz. Urinmamizni ham burchak koeffitsiyenti 1 bo'lishi kerak. Bizda urinma funksiyadan hosil olib, 13 nuqtasini qo'ygan vaqtimizda burchak koeffitsiyenti chiqishi kerak degan qoidadan boramiz. Bundan hosil olsak 2x minus 5, x joyiga x0 qo'ysak 2x0 minus 5 teng 1 ga deymiz.
Bunda x0 ning qiymati 3 ekanligi kelib chiqadi. Endi o'rinmani tuzib olamiz. Bizda o'rinlar qanday tuziladi? Y teng derdik. F' x0 x minusdan x0 plusdan f at x0 deb tuzamiz. Shuni tuzib olamiz. Y teng f x0 bizda 1 chiqadi. X minus 3 plus f at x0 degani bu joyga 3 qo'yamiz. 3 kvadrati 9. 3 beshim 15. 9 dan 15 dan ayiradigan bo'lsam minus 6, bu yoqda plus 6 0. Shunda bu x minus 3 bo'ldi. Xo'p, endi keyin qiladigan ishimiz bizda y1 teng x minus 4, y2 teng x minus 3 orasidagi eng qisqa masofa kerak. Buni aniqlashimiz uchun bizda formula bor. Ya'ni da teng modulda bularni ayirib tashlaymiz. Minus 4 dan ayiramiz minus 3 ni. Bo'lamiz ilzosida k kvadrat plus 1 ga, ya'ni 1 ni kvadrati plus 1. Xo'p, shunda 1 taqsim ilzosida 2. Razryadni qiladigan bo'lsak, ilzosida 2 taqsim 2 deb qo'yibdi. To'g'ri javobimiz C bo'ladi. Xo'p, endi 21-savol bizda integral berilgan. Integralda 0 dan 7 gacha deyilmoqda. 4x plus 3 degan ifoda bor ekan. Shunda buni bizlar 4x plus 1 plus 2 taqsim 4x plus 1 deb yozib olsak bo'ladi. Teng deymiz. Alohida bo'ladigan bo'lsak 1 plus integralda albatta 0 dan 7 gacha 2 taqsim 4x plus 1 deymizda dx deb yoramiz. Teng 1 dan boshlang'ich oladigan bo'lsam 1 ni boshlang'ichi x bo'ladi. Plus deymiz. 2 deymiz. 1 taqsim x bo'ladigan bo'lsa boshlang'ich albatta ln bo'ladi. Ya'ni ln 4x plus 1 deymiz, lekin 4 ga bo'lib ketadi. Chunki mana bu 4x plus 1 dan hosil olinganda 4 chiqib ketadi. Yo'qotish uchun 4 ga bo'lamiz. Endi 0 dan 7 gacha demoqda. Endi 7 qo'yadigan bo'lsam 7 plus 2 ln bo'lar ekan. 2 ni qisqartib yuboraylik shuni. 1 taqsim 2 bo'lar ekan. ln 28 29 bo'lib qolar ekan. 0 qo'ysam 0 bo'lib ketadi. Shunda bu 7 plus ln ilzosida 29 desak bo'ladi. O'zi ko'rinib qoldi. K ni qiymati mana bu. Mana K. Mana bunga moslasak K 7 bo'ladi. K teng 7. Ya'ni C javob bo'ladi. 22-savol. Xo'p, bizda berilgan f'0 va j'2. Shuni f'(x) teng desak, hosil degan bo'lsam minus 2x plus 1 bo'ladi. Joyiga 0 qo'yamiz. f'0 teng minus 2 karra 0 plus 1. Shunda xo'p, minus 1 ni o'zi plus 1 ni o'zi. Endi j'(x) kerak bizga. j'(x) teng deymiz. Bo'lma bo'yicha hosil olsak, dastlabki 2x ni hosilasi 2 bo'ladi. X minus 1 ni ko'paytiramiz. Ayirib qo'yamiz. Endi x minus 1 ni hosilasi 1 bo'ladi va unga 2x ni ko'paytiramiz. Taqsim x minus 1 ni kvadrat deymiz. Endi j'(x) kerak bizga. X joyiga 2 qo'yadigan bo'lsam, 2 dan 1 ni ayirsam 1, 2 birim 2 ayrilgan 2 2 4 taqsim 1 bo'lar ekan. Shunda minus 2 chiqar ekan. f'0 plusdan j'2 teng bo'ladi 1 qo'shilgan minus 2 desak, bu qiymat minus 1. Ya'ni da javobni berar ekan. Endi 23-savolimizda bu to'rtburchakka ichki aylanma chizilgan ekan. AB umumiy uzunligi 8, BC uzunligi 7, DC uzunligi 5 bo'lsa, AD tomon qanday deyapti. Endi bizda ixtiyoriy to'rtburchakka ichki aylanma chizilishi uchun qarama-qarshi tomonlar yig'indisi teng chiqishi kerak. Ya'ni x plus 7 teng bo'lishi kerak 8 plus 5 ga. Bunda x ning qiymati bu 8 ga 5 ni qo'shsak 13, 7 dan ayiradigan bo'lsak 6. Ya'ni C javob bo'lar ekan. 24-savolga yetib keldik. Bizda teng yorilish burchagi yon tomoni 20 ga teng demoqda. Xo'p. Asosiy 24 ga teng ekan. Uchburchak chizib oldim. Endi yon tomonlari mana 20. 20 dan asosiy esa 24 ekan. Xo'p, bizda bu uchburchak medianalari va bisektrisalarning kesishish nuqtasi orasidagi masofa teng yorilish burchak bo'lgandan keyin zo'r.
Ya'ni buni hozir men teng yon uchburchakni balandligini o'tkazdim degani o'zi medianasini ham o'tkazdik degan bo'ladi. 12 12dan. Bu uzunlik 16 bo'ladi. Bisektrissasini o'tkazdik desak ham bo'ladi. Demak, xulosaga keladigan bo'lsa, mana bu chiziq ustida ham medianalar ham shu joyda kesishadi, bisektrissalar ham shu joyda kesishadi. Endi shu qizil chiziqni bu yoqqa chizayda, chizma xalaq bermaslik uchun. Endi bilamiz, medianalar kesishgan nuqtani mayli M deb belgilaydi. Mediana kesish nuqtasida 2 1 nisbatda bo'linadi. 3x ni bizda 16 deb olishimiz kerak-da, x teng 16 taqsim 3 bo'ldi. Demak, mediana 16 taqsim 3 qilib bo'lish kerak. Endi shu chiziqni yana qaytadan chizaman. Bisektrissalar qanday nisbatda bo'lardi? Buni b deb qo'yay. Bisektrissalar kesishgan nuqtasi. Bisektrissalar kesishgan nuqtada bu 2, masalan, bu yoqni a deydigan bo'lsam, bu yoqni b desam, a ni b ga nisbati teng bo'lardi. Ikkita yon tomon qo'shamiz. Ya'ni 40 taqsim deymiz, buni bo'lardik. 24. Shunda bilan qisqartiradigan bo'lsak 8 taqsim 3. Ha, demak 8 ga 3 nisbatda bo'linib qolar ekanda bular. Nima bo'lyapti? 3 mi qoldi? Xo'p. Yozaman. A bilan o'chiraman-da buni. 8y bu yog'ini 3y deb olaman. Shunda menda o'zi ozgina adashib ketdim deyman-da. Xo'p, bu 5 8 ga bo'ladigan bo'lsak, o'zi 5 taqsim 3, ya'ni 5x 5y ga 3y nisbatda bo'lamiz-da. Shunda 8y teng 16 deydigan bo'lsam, y teng 2. Shunda bisektrissa 6 qolyapti. Mediana 5 butun nimadir qolyapti. Shunda bisektrissa yuqoriroqda ekan. Mana bisektrissa qancha kesma ajratyapti? 6 ajratyapti. Medianamiz esa 16 taqsim 3 ajratyapti. Demak, ular orasidagi uzunlik kerak bo'lsa, ya'ni b m uzunligi kerak bo'lsa, biz nima qilamiz? 6 dan 16 taqsim 3 ni ayirib yuboramiz. Shunda 3 dan bersak 18, 2 taqsim 3 bo'lar ekan. To'g'ri javob A variant bo'ladi. 20-savol. Bu basa chizig'i. Xo'p, bu basa chizig'i parallel ekan bunga. Shunda parallel bo'lsa, bizda uchburchak A, B, C o'xshash bo'ladi. Uchburchak A, B, Q'ga. Uchburchak o'xshashligini yozib ketamiz. 8 ni 4 ga nisbati deyman. Mana. Demak, 8 ni 4 ga nisbati teng bu 14 ni y ga deb yozib yuboramiz. Teng 14 ni y ga deymiz. Shu joyda y ni qiymatini 7 ekanligini bilib olish mumkin. Bu birinchi ishimiz bo'lsin. Endi ikkinchi ishimiz. Shuni bu tarafda yozamiz. Nima deymiz? X ni 4 ga nisbati deymiz. X plus 5 ni y ga nisbati. Yoki undan ham tinchi fals teoremasdan kelsak juda oson. Falsdan ketaylik-da mana. Buni bunga nisbati, buni bunga nisbati teng chiqish kerak. Bu fals teoremasi. Parallel oraliqlarda o'tadi. 8 ni x ga nisbati teng 6 ni 5 ga deymiz. Shunda x ni qiymatini topadigan bo'lsak, 40 taqsim 6. 2 ga qisqartiradigan bo'lsak 6 nida? Shunda 20 taqsim 3 bo'lar ekan. Endi x taqsim y ni qiymatimizdan so'ralmoqda ekan. X deganimiz o'zi 20 taqsim 3 bo'lmoqda. Buni yana 7 ga bo'lsak, shunda 20 taqsim 21. To'g'ri javob A bo'ladi. 26-savol. Demak bizda berilmoqdagi A bu 3 ekan. Xo'p, A bu 3. Keyin B'si 5, demak gipotenuza bizda jami 5 qilib berilmoqda. Shunda bu yog'i jami 4 bo'lishi kerak. S'dini 1 deb bergan. Shunda bu yerga 3 qo'yamiz-da. Xo'p, endigi masalamiz bizda bu bo'yalgan sohaga so'ralmoqda. Xo'p, endi bir yasash usulida ishlashga harakat qilib ko'ramiz-da. Mana bu D bilan E ni tutashtirib yuboramiz. Endi rasmni biroz yaqinlashtirayda. Endi e'tibor qarating. Bu joyda yo'q, ozgina xato tutashtirib yubordim shularni. Bunday qilib tutashtirib beray-da sizga. Xo'p, mana bunday qilib S va F ni tutashtiray. Shunda foydalanishim osonroq bo'lar ekan. Mana S va F ni tutashtiramiz. Xo'p, tutashtirganimizda nimaga erishamiz desa, mana bunga qarang. Shu uchburchakdan qaraydigan bo'lsak, mana bu uchburchakdan qaraymiz-da. Endi mana bu uchburchak bo'yicha bitta e'tibor qaratsak,
mediana bo'lyapti. Mediana yuzdan teng ikkiga bo'lmoqda. Shunda buni yuzasini a deydigan bo'lsam, buni yuzasini ham nima deb olaman? A deb olaman. Endi bu uchburchak bo'yicha ishlab ketamiz. Mana bu uchburchak bo'yicha ishlaymiz. Bu uchburchak uchidan tushgan kesma asosni 1 ga 3 qilib sifatida bo'lsa, yuzani ham 1 ga 3 qilib bo'ladi. Ya'ni buni b yuza deydigan bo'lsam, buni 3 bo'lak yuza qilib bo'ladi. Endi katta uchburchakdan qaraymiz. Mana bu yuza nima bo'lsa, bu yoqni yuzasi ham shunday bo'lishi kerak. Chunki mana bu o'rtadagi qizil chiziq mediana. Shunda bu yoqdachi bizda 4 ta b va bitta a qolyapti. 4 ta b va bitta a. Bu yoqda ham 4 ta b va bitta a bo'lishi uchun albatta bu yerga nima qo'yaman? 4 ta b qo'yaman. Deyarli masalamiz javob chiqdi. Shunda bizda a plus b so'ralmoqda. Bizdan a plus b topib berishimiz kerak ekan. Xo'p, bo'ldi-ku. Shunda nimani yozaman? Jami yuzada, menda jami yuzada bo'lmasa bundan ketadiga 4 ta a va 4 ta b va bitta a uchburchak yuzasi, mana bu uchburchak yuzi jami uchburchak yuzasini yarmi. Bizda s abs aniqlab qo'yaylik, bu kerak bo'ladi. S abs bir tomon 4, bir tomon 3 bo'lingan 2 bo'ladigan bo'lsa 6 bo'lyapti o'zi. Adashmadimmi? 4, 3, 6 to'g'ri. Endi bu uni yarmi emasmi? Shunda yarmida, demak bu yog'i yarmi. Necha? 3 deb olamiz. Keyindan bu yoqda ham ketsak-da, bu yerda jami 7 bo'lak yuza bor-ku, to'g'rimi? Mana bu uchburchak ichkarisida mana bu 7 bo'lak uchburchak, uni yuzasi 3 ko'payib 3 taqsim 2 bo'ladi. Buni ham yozamiz. 7 ta b barobar 3 ko'payib 3 taqsim 2, ya'ni 9 taqsim 2 deymiz. Shu joydan b o'zi kelib qoladi. Demak 9 taqsim 14 lik kelib chiqadi. Shunda shu uni a ni topib olamiz. Demak a teng bo'ladi 3 minus mana bu joydan topyapman. 4 ko'paygan 9 taqsim 14. Shunda xo'p, 3 minus 14 36 barobar bunga 14 dan beradigan bo'lsak 40 52 a teng bo'lar ekan. Shunda 6 taqsim 14 ga bizdan nima so'ralyapti? O'zi bizdan so'ralmoqda bo'yalgan soha, ya'ni s e f t s. Adashmasam. Adashmadik. Bizda a plus b demoqda edi. A deganimiz bizda 6 taqsim 14 bo'lmoqda. Plus b deganimiz 9 taqsim 14 barobar 15 taqsim 14 chiqadi. To'g'ri javob B varianti. Mana bizning yechimimiz. 27-savol esa tenglik. Trapeziya yon tomoni 8, diagonal uning o'rta chizig'ini 2 va 4 kesmalarga ishlatdik. Xo'p, mana tenglik trapeziyasi olamiz. Endi diagonalni ham chizib qo'yaman. Diagonal va o'rta chizig'ini ham chizib qo'yaman. Xo'p, bizda o'rta chiziq nima qilmoqda? 2 va 4 qilib bo'lmoqda. Demak, bu o'rta chiziq 4 bo'ladigan bo'lsa, mana bu asos 8 bo'ladi deb olamiz. Bu uchburchakning o'rta chizig'i 2 bo'lsa, mana bu asos 4 bo'ladi. Trapeziya asoslari kelib chiqdi. Endi trapeziyani yuzini topishimiz kerak. Trapeziya yon tomoni bizga berilgan ekan. Demak, nechaga teng deb 8 ga teng deb berilgan. Xo'p, trapeziyani qaytadan chizib olaman. Endi trapeziya asoslari 4 bo'ldi. Bitta asos 8 bo'ldi. Yon tomoni ham 8. Endi bizlar bilamizki, tenglik trapeziyani nimasini balandligini o'tkazgan vaqtimizda bu yoqda ajaladigan kesma uzunligini topish kerak bo'lsa, asoslarni ayirib 2 ga bo'lardik. 8 dan 4 ni ayirsak 4, 2 ga bo'lsa 2. Mana bu joy 2. Endi Pifagordan bu yoqni topib olamiz. Shunda 60 bu yer 60, bu yer 4 bo'lsa 64, bu bilan 8 bo'lar ekan. Shu ilzosida 60 bu yerda. Ya'ni 2 ilzosida 15 deb qo'yamiz. Bo'ldi, trapeziya yuzasi bizda 8 plus 4 taqsim 2 ko'paygan 2 ilzosida 15 deymiz. Shunda javob 12 ilzosida 15 chiqadi. S javob bo'ladi. 28-savol. Chizmada muntazam 8 burchak berilgan. Bunga ko'ra alfa burchak toping deydi. Endi 360 ni men 8 ga bo'laman-da. 360 bo'laman 8 ga. Shunda 45 chiqadi. Bu tashqi burchagi bu. Ichki burchagi 135 dan bo'ladi unda. Demak, bundan kelib chiqadiki, ichki burchak 135 krossdan. Xo'p, bu yer endi muntazam uchburchak deyilganligidan 60, 60 va yana 60 qo'yib olaman. Endi
Bu yog'iga shunda 75 gradus qoladi. Jami 135 edi ichki burchak. Endi bu ham teng axir. Tuzam bo'lgandan keyin. Shunda buyuramiz alfa. Shunda ikkita alfa va 75 ni yig'indisi bizga 180 ni berishligi kerak. Ikkita alfa teng deymiz 105 gradus bo'ladi. Bunda alfa qiymati 52,5 gradus bo'lar ekan. Bajavob bo'ladi. Va nihoyat 29-soatga ham yetib keldik. Hop, bizda A6, AD 8, demak Pifagordan 10 yozib qo'yaylik shuni. Bu 4 bo'lsa, DI vektor, mana D'dan E'ga yo'nalgan bitta vektor bor ekan. D'dan E'ga yo'nalgan vektor. Unga ko'paytirishimiz kerak. A'dan B'ga qarab yo'nalgan mana bu vektorni. Xo'p, ikkita vektor ko'paytmasini topishimiz uchun bizda D vektor ko'paygan AB vektor degani o'zi DE vektorning uzunligi ko'paygan AB vektorning uzunligi ko'paygan kosinus alfa bilan ular orasidagi burchak kerak. Endi men ular orasidagi burchakni ayta olishim uchun men DE vektorini bu yoqqa tashqariga davom ettirib chizib yoramiz mana. Bu yoqqa chizib yoramiz. Ya'ni DE vektor bu yoqda. Shunda ikkalasining orasidagi burchak mana bu burchak ekan, alfa ekan. Shunda bu yer ham alfa-da. Demak, kosinus alfa aniqlab olishimiz uchun yonida katetni gipoteza nisbat 6/10 bo'ladi. Endi bizda ularni ko'paytmasi D vektor ko'paygan AB vektor tengimiz DE vektorimizning uzunligi bor-ku bizda. E'da 10 bo'ladi. AB vektorimiz uzunligi ham mana 10 ko'paygan 6/10 deymiz. Shunda javob 60 bo'ladi. To'g'ri javob D. 30-savol. AB kesma. AB kesmasi bor ekan. Keyin bu qandaydir bu yerda tekisligimiz bor. Shularni deydi tekislikdan deydi bizga aytmoqdaki 30 A'si. Tekislikdan A'si 30, kesmani o'zi 50 edi. Keyin aytadi BD deyapti bizda. Bu 44 bo'ladigan bo'lsa, kesmaning shu tekislikdagi proyeksiyasi o'zi proyeksiya mana bu uzunlik bo'ladi-da bizda. Mana bu S va D'larni tushiradigan bo'lsam, shu kesmaning tekislikdagi proyeksiyasi deyiladi. Bizlar uni mana bu A joydan bu yerdan ham o'lchab olish mumkin. Xo'p, parallel chizib olganimiz uchun. Endi 31 ga keladi. 31 ga kelgandan keyin 44 ni ketsa 14 qoladi. Bu yerni x deydigan bo'lsak, x kvadrat plus 14 kvadrat barobar 50 ni kvadrati. Bu yerda x ni qiymatini aniqlaydigan bo'lsak, 48 chiqadi. Javob. 31. Agar to'plamning elementlar soni bittaga kamaytirilsa, uning qism to'plamlar soni 128 taga kamayadi. Dastlabki A to'plamining elementlar sonini toping. A to'plamda n'ta element bo'lsin, biz bilamizki, qism to'plamlar soni 2 ni n degan formula bilan aniqlanadi. Xo'p, 2 ni n. Endi elementlar soni bittaga kamaysa, uning qism to'plamlar soni 2 ni n minus 1 bo'ladi. Bu ifoda bundan 128 ta kam, ya'ni ikkalasini ayirsak 128 chiqib berishi kerak. Bu yerda 2 ni n minus 1 ni chiqarib yuboradigan bo'lsak, 2 ni 1 minus 1 teng 128 deymiz. 2 ni n minus 1 teng 128 ni o'zi, ya'ni 2 ni 7siga, demak n bo'ladi 8. Javob. 32-savol. Tomonlar 10, 12, 14, 16, 18 bo'lgan barcha to'rtburchaklardan tavakkaliga tanlangan to'rtburchakning muntazam bo'lish ehtimolini toping deydi. Xo'p, bizda jami bu 4tasidan 4ta, bu yerda 5 ta son berilmoqda. 4tadan tanlov amalga oshirishimiz kerak, ya'ni to'rtburchak yasashimiz uchun. Endi e'tibor qarasak, masalan 10, 10, 10 deb turib, keyingi tomonni 12 desak, masalan bitta kombinatsiya. Yoki bo'lmasam 10, 10, 12, 12 desak ham yana bitta kombinatsiya. Umuman jami kombinatsiya sonini sanab chiqishimiz kerak bizda. Bu yerda jami kombinatsiya soni bu yerda takrorli kombinatsiyaga qo'ymasak bo'lmaydi, chunki 10, 12, 10, yana 12 deganimiz 10, 10, 12, 12 deganimizdan bir xil. Ularni bittadan sanashimiz kerak. Bunda takrorli kombinatsiyaga qo'shishga majburmiz. Bizda n ta elementdan m ta takrorli kombinatsiya soni n plus m minus 1 dan
n deb hisoblanadi. Xo'p, bizda jami to'rtburchaklar sonini topadigan bo'lsak, shunda s deymiz. Bizda o'zi nechta element bor? 5 element bor. 5 ta elementdan 4 tasini tanlashimiz kerak edi. 5 qo'shib 4 minus 1, keyin 4 deymiz. Shunda s 8 dan 4 bo'ladi. 8 faktorial taqsim 4 faktorial ko'paygan 4 faktorial deydigan bo'lsak, 4 ga qisqartirsak 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Xo'p, bu yerdan 6 bo'lsa ketadi 2, 70 qolar ekan. Demak, 70 ta uchburchak, 70 ta to'rtburchak yasash mumkin ekan. Endi bizda muntazam bo'ladigan holatlar, bulardan nechtasi muntazam bo'ladi? Albatta 5 tasida. Barcha tomon 10, barcha tomon 12, barcha tomon 14, 16 va 18 deb oladigan bo'lsak, 5 ta holatda muntazam bo'ladi. Shunda ehtimolligini aytadigan bo'lsam, jami holatlar soni 70, kerakli vaziyatlar soni 5 bo'lsa, 1 taqsim 14 bo'ladi. To'g'ri javobimiz D varianti. Xo'p, 33 dan 35, ya'ni moslashtirish topshiriqlariga ham yetib keldik. Bizda demak berilgan ma'lumotlarni o'qib chiqadigan bo'lsak, uchburchakli prizma bor ekan. DEFG yog'iga birlashtirilgan yarim silindr bor ekan. Xo'p, berilgan ma'lumotlarni shakl ustida yozib olishga harakat qilamiz. Qani, demak, D bizda jami 6, EJ 8, DG. Demak, mana bu silindrni balandligi 10 demoqda. Xo'p, keyin bu yerdagi burchak 90 ekan. To'g'ri burchak, uchburchak ekan. Shunda bu yer ham 10 bo'ladi. Bo'ldi, pini 3 deb olamiz, mayli. Xo'p, uchburchakli prizma hajmining silindr hajmiga nisbat demoqda 33 da. Uchburchakli prizma hajmining yarim silindr hajmiga nisbat. Bilamiz, bizda V prizma taqsim V silindr demoqda. Prizmani hajmi S asos ko'paygan H bo'ladi. Asosining yuzasi 6 ko'paygan 8 taqsim 2, balandligi 10 bo'lyapti prizmani. Endi silindrni hajmiga keladigan bo'lsak, asosiy yuzasi doira, bizda albatta radius 3 ga teng. Doiraning yuzasi pi ko'paygan radiusning kvadrati bo'ladi. Yarim doira bo'yicha 2 ga bo'lamiz. Balandligi esa 10 bo'ladi. Bularni nisbatlaydigan bo'lsak, qo'llar qisqaradi, taqsimliklar qisqaradi. 6 karra 8, pini 3 desak 9. Shunda bular qisqarsa 16 bo'lingan 9 degan javob qolyapti. 33 ga 16 bo'lingan 9. Shunda va javob bo'ladi. Endi 34 rasmdagi jismning to'la sirti deydi. Rasmdagi jismning to'la sirti. Xo'p, 34. Demak, to'la sirtiga keladigan bo'lsak, nima qilaylikda bizda? To'la sirtida mana bunday shakl bor. Bu yarim silindrga o'xshash shakl, hozir qayta chizib yuboraman shuni. Keyindan bu yoqda uchburchagi bor mana. Mana shunday shakldan bizda ikkitasi borda. To'la sirti deganda bizga ko'rinib turgan barcha yoqlarning yuzasini qo'shib hisoblab chiqishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi buni nima qilib topamiz? Bu yerdan bo'linib turganda bu yer 90 bo'lyapti. 6, 8 edi. Xo'p, bir yuzasi chiqadi. Demak, budan ikkita bor. Shunda S deymiz. Doira yuzasi bizda yarim doira yuzasi pi ko'paygan 3 kvadrat taqsim 2 qo'shamiz. Mana bu uchburchak yuzasi 6 ko'paygan 8 taqsim 2. Endi bu shakldan ikkita bo'lgani uchun 2 ga ko'paytaman. Shunda bu pini 3 desam 9, 27 qo'shilgan 48 bo'ladi. 65 bo'ladimi? 75 bo'lyapti. Endi bizda hozircha mana bu tashqaridagi yuza bilan mana bu pastdagi mana bu yuza ketdi. Endi mana bu yon tomondagi mana bu uchburchak yuzasi bor, to'rtburchak yuzi bor, keyin mana bu to'rtburchak yuzasi bor. Shularni hisoblab olishimiz kerak. Xo'p. Demak, boshladik. S tengmi? 10 ko'paygan 10 deyman mana bu yuzasini topishim uchun. Endi bu yer ham 10 bo'lsa, keyingisi plus deyman, 10 ko'paygan 8 deyman. 10 100 plus 80 bo'lsa, bu 180 bo'ldi. Endi 3-chi. Nima qoldi bizda? Hisoblanmagan, faqatgina mana bu
bunday qilib chegaralangan mana bu tashqaridagi mana bunday shaklni yuzasi qoldi. Endi u shaklni bizda yoyib yuradigan bo'lsak, to'rtburchak bo'lib yoyiladi. Aylananing uzunligi bizda 2πr bo'lardi. Aylananing uzunligi bizda 2πr bo'lardi, lekin yarim bo'lgani uchun 2 ga bo'lamiz. Shunda 2 ko'paygan 3 ko'paygan radius 3 bo'lingan 2 demak 9. Shunda radius 9 bo'lsa, bu yoq 10, 9 karra 10 bo'ladi yuzasi. 9 karra 10. Ya'ni bu shaklni yoyib oladigan bo'lsak, to'g'ri to'rtburchak bo'lib qoladi. 90 bo'ladi. Bo'ldi. Endi bizga shu kerak sonlar 75, 180 va 90 hammasini qo'shadigan bo'lsak, to'la sirti keladi 34 ga. 75 dedim, 180 dedik, keyin 90 dedik. Barobar 75 qo'shilgan 270 deymiz. Barobar 5 14 bir yoqda 345 degan javob chiqar ekan. Rasmdagi jismning hajmi. Demak, bu juda oson bo'ladi. Oldingi mana bu nisbatlarga ikkita sonimizni qo'shib qo'ysak bo'ldi bu. 6 ko'paygan 8 taqsim 2 ko'paygan 10 qo'shamiz. Pi ko'paygan 3 kvadrat taqsim 2 ko'paygan yana 10. Xo'p, 48 24 240 Xo'p, 9 27 bu 5 135 bo'ladigan bo'lsa, bu 375 bo'ladimi? Xuddi shunday bo'ladi. Demak, buni javobi E variant bo'ladi. Mana shu bilan 35 gacha savolni yakunladik. Endi navbat ochiq savollarga. Demak, boshladik 36 savol. Demak, berilgan tenglama berilibdi. Nechta haqiqiy ildizga ega? Tenglamaning haqiqiy ildizlari yig'indisini toping. Xo'p, demak, kvadratga ochib olaman. Shunda 36x kvadrat plus 84 x plus 49 teng bo'ladi 6 taqsim 3x kvadrat plusdan 7x plusdan 4 bo'ladi. Demak, bu 49 ni bizlar 48 plus 1 deb yozib olsam, mana bu qismdan 12 ni chiqarib olsam bo'lar ekan. 12 chiqarsam x kvadrat plus 3x kvadrat. 3x kvadrat plusdan 7x plusdan 4 deymiz, plus 1 deymiz barobar 6 taqsim 3x kvadrat plus 7x plus 4 deymiz. Bo'ldi. Begish ketadigan holatga olib keldik. Mana bu narsa yana qayta takror bo'ldi. Shuni t deb belgilash ketib olamiz. 3x kvadrat plusdan 7x plus 4 teng mayli a dedim. Shunda masalan biz buni ko'rishga o'taylik. 12 ta a plus 1 teng 6 taqsim a. Shunda 12 a kvadrat plusdan a minusdan 6 teng 0 bo'ladi. Bu yerda a ni qiymatini hisoblaymiz. Minus 3 taqsim 4 ekan. Keyin esa plusdan 2 taqsim 3 ekan. Ko'paytirganimiz 1 taqsim 2 beradi, qo'shganimizda minus 1 taqsim 12 beradi. To'g'ri, joyda. Xo'p, endi teng joyiga olib kelib qo'yamiz mana. 3x kvadrat to'g'rimi? Plusdan 7x plusdan 4 teng minus 3 taqsim 4 ga. Bir tomonga yig'amiz. 3x kvadrat plus 7x plusdan 19 taqsim 4 bo'lar ekan. Teng 0. Bu bo'sh to'plam chiqyapti. Diskriminant 0 dan kichik. Keyingi 3x kvadrat plusdan 7x plus 4 teng 2 taqsim 3 ga. Bundan 3x kvadrat plus 7x 12 shunda plus 10 taqsim 3 bo'lyapti. Teng 0. Bu yerda x ni qiymati hop minusdan 5 taqsim 3 va minusdan 2 taqsim 3 bo'lar ekan. Bo'ldi. Demak, bizda tenglama nechta ildizga ega deyapti? 2 ta ildizga ega. Hop, keyin basharda tenglama haqiqiy ildizlari yig'indisini toping debdi. Hop, basharda ularni qo'shamiz endi. Shunda minusdan 7 taqsim 3 bo'ladi-da. Bo'ldi. Demak, 90 savol yechimi mana shunday ko'rinishga ega bo'ldi. 37 savol. Tenglamani yeching. Xo'p, bizlar bunday qilamiz. Buni daraja tushirib olishimiz kerak-da 6-darajada. 16 deymiz. Kosinus
kvadrat x ni nimasi kubi deb o'ylab turamiz. Kosinus kvadratni tashlab tushirib yuboramiz. Shunda 16 b plus kosinus 2x taqsim 2 deymiz. Va o'shani endi kub qilib qo'yaman. Teng 2 kosinus kub 2x plus bu yoqqa yozib ketaman. 4 kosinus 4x ni yoyib yuboramiz. 2 kosinus kvadrat 2x mana shuni bu yoqqa yozaydi. Bu joyga o'tirgancha. Xo'p. Demak, 16 1 plus kosinus 2x taqsim 2 ni kubi teng 2 kosinus kub 2x plus 4 2 kosinus kvadrat 2 x minus 1 deymiz plusdan 3 kosinus 2x plus 7 deb yozib olamiz. Endi kosinus 2x ni a deb olsam bo'lmaydimi? Shunda menda qanday bo'lishi kerak? 16 ko'paygan. Kubga ochib olsak 8 1 3a kvadrat va a kub bo'lar ekan. Teng 2a kub plus 8a kvadrat minus 4 plus 3a plus 7. Demak, bular qisqarmoqchi ekan, 2 qolar ekan. Shunda 2 plus 6 plusdan 6a kvadrat plusdan 2a kub teng 2a kub 8a kvadrat plus 3a plus 3 bo'lar ekan. Bir tomonga yig'adigan bo'lsak 2a kvadrat minus 3a plus 1 teng 0. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, a teng 1 ekan va a teng 1 taqsim 2 ekan. Shunda biz kosinus x teng 1 deb olamiz. 2x teng 2pi n x teng pi n o'zi. Mana topdik. Keyingisi kosinus 2x teng 1 taqsim 2 2x teng plus minus pi taqsim 3 plus 2pi n. Bunda x ni qiymati plus minus pi taqsim 6 plus pi n shakliga o'tadi. Xo'p, bo'ldi. Demak, endi minus pi taqsim 2 pi a variantda. Minus pi taqsim 2 pi oraliqda ishda ichimga kelyapti. Shunda bu yerga 0 x teng deb turaman. 0 beradigan bo'lsam 0 chiqadi, ichim bo'ladi. 1 beradigan bo'lsam pi bo'ladi, ichim bo'ladi. Minus 1 bersam ichim tushmay qoladi. Bu yoqqa o'tib ketamiz. Buni ikkita qilib yozib olayda. Pi taqsim 6 plus pi n va minus pi taqsim 6 plus pi n. Xo'p, bu yoqdan 0 beradigan bo'lsam pi taqsim 6, bunga 0 beradigan bo'lsam minus pi taqsim 6, 1 beradigan bo'lsam burchini oshib ketadi. Bunga 1 beradigan bo'lsam 5 pi taqsim 6 tushar ekan. 5 pi taqsim 6. Xo'p, qolgani burchini oshib ketadi. Topdik. Endi nechta ichimga kiradi? Sanaymiz. 1 2 3 4 5. 5 ta ekan. Yerga yozamiz. 5 deb. Keyingisi oraliqdagi minus endi oraliq o'zgaryapti. Bir shartda minus pi ga pi taqsim 2 deyapti. Tersi bo'lyapti. Minus pi ga pi taqsim 2. X ni qayta topib chiqamiz. X teng minus 1 bersak minus pi bo'ladi. 0 bersak 0 bo'ladi. Endi 1 bersak oshib ketadi. Endi bunga o'tib ketamiz. 0 bersak pi taqsim 6, 1 bersak burchini oshib ketyapti. 90 dan chiqib ketadi. Minus 1 bersak minus bu 80 bu 30 minus 150 minus 90 minus 1 tushar ekan. Shunda minus 5 pi taqsim 6 minus 5 pi taqsim 6 tushadi. Bunga o'tib ketamiz. 0 bersak minus pi taqsim 6, 1 beradigan bo'lsak 5 pi taqsim 6 tushmay qoladi. Endi ularni qo'shib bering demoqda bu shartida. Minus pi plus pi taqsim 6 minus 5 pi taqsim 6 minus pi taqsim 6. Qisqarib ketdi. Shunda minus 11 pi taqsim 6 chiqar ekan. Minus 11 pi taqsim 6. Mana shunday javob bo'ladi. Endi 38-chi savolga yetib keldik. Uzr, ozgina charchadikmi deyman. Xo'p, endi bu yerda f(x) ni o'zini topib olib ishlaganimiz ma'qul. X ga son berishdan oldin. Buning uchun x plus 7 taqsim 2x minus 1 yozuvini t deb belgilab olamiz. X plus 7 teng
2x t minus t bo'ladi. Endi x topib olamiz. X 1 minus 2t teng minus t minus 7. X topadigan bo'lsak, t plus 7 taqsim 2t minus 1 ekan. Demak, bo'ldi bu tushunarli. Demak, x larni buni joyiga x qo'yib beraman. Xo'p, x plus 7 taqsim 2x minus 1 ni o'zgartirib chiqish kerak ekan. Natijada 2 ifat x plus 7 taqsim 2x minus 1 plus minus bu ifat x ni o'zi bo'lib qoladi. Barobar x plus 7 taqsim 2x minus 1 bo'ladi. Endi dastlabkisi bilan sistema qilib olamiz. Dastlabkisi 2 ta ifat x minus ifat x plus 7 taqsim 2x minus 1 edi. Teng x ga edi. Sistema. Bu sistemani buni 2 ga ko'paytiramiz va qo'shamiz. Bu 4 ifat x bu bilan 3 ifat x bo'lib qoladi. 3 ifat x deymiz. Teng deymiz. X plus 7 taqsim 2x minus 1 qo'shiladi 2 ta x ga. Bunga 2x minus 1 mahraj beramiz. 3 ta ifat x teng bo'ladi. Mahraji 2x minus 1. Shunda 4x bu bilan 5x bo'ladi. 4x kvadrat ekan bu. 4x kvadrat minus 2x shunda bu bilan minus x plus 7. Ifat x ni o'zi bo'ladi bizda 4x kvadrat minus x plus 7 6x minus 3 ekan. Bu topdik. Endi ifat 2 va ifat 3 kerak. Ifat 2 4 ko'paygan 4 minus 2 plus 7 6 karra 2 minus 3. Shunday 16 plus 5 8 minus 3 degan bilan 1 taqsim 5 degan javob chiqdimi? 6 karra 2 ni 8 yo'q mana. Juda charchadikmi deyman. Eplab yakunlab qo'yamiz. Xudo xohlasa hammasiga yechim qilishimiz kerak. 6 karra 2 imiz 12 bo'ladi. 12 dan 5 dan degan bo'lsam, bu yer 9 degan savol chiqadi. Xo'p, biz ham darsdan chiqib kelyapmiz. Yechim qilyapmiz bularni. Shuning uchun ozgina charchab bor. Xo'p, 7 taqsim 3 ekan. 7 taqsim 3 chiqdi. Yozamiz. Keyingisi B shartiga. Bu A sharti, bu B sharti. B shartida ifat 3 so'ralgan. Shunda 4 ko'paygan 9 minus 3 plusdan 7 taqsim 6 karra 3 18 minus 3 36 qo'shamiz 4 ni bo'lamiz 15 ga. Shunda 40 taqsim 15. 5 ga bo'lsak 8 taqsim 3 bo'lar ekan. 8 taqsim 3. Bo'ldi. Demak, yechim qildik. 39-savol rasmda f' x funksiya grafikda tasvirlangan. Demak, f' x teng 0 degan amalni eshitishga deydi. Xo'p, bir narsani aytib o'taman. Mana bu joydagi nuqtalarimiz. Bu nuqtalarda rasmda qaysi funksiya berilgan bo'lsa, o'sha funksiya 0 bo'ladigan nuqtalar hisoblanadi. Bizda o'zi f' ni grafigi berilgan. Demak, f' ni o'zi shu nuqtalarda 0 bo'ladi. Ko'pchilik mana bu joyga chalib ketib qolishi mumkin-da. Funksiyani xossasi 0 bo'ladigan nuqtalar. Endi bizga mana bu funksiya berilgan. Uning ikkinchi tarkibli xossasi 0 chiqadi bu joylarda. Xo'p, endi bu yerda nechta izga ega deydi? 3 ta deymiz. 1 2 3. Xo'p, keyingisi funksiyaning nechta minimum nuqtasi? Bizlar bilamizki, mana funksiyani hosilasining ishorasi musbatdan manfiga o'tsa, ya'ni funksiya o'sib keyin kamayib ketadigan bo'lsa, bu maksimum nuqtani beradi bizga. Agar dastlab kamayib funksiyani hosilasi, ya'ni minusdan keyin plusga o'tib ketadigan bo'lsa, hosila bu minimum nuqtani bildiradi. Chunki u kamayib keyin o'sib ketgan. Shunda e'tibor qaratamiz. Mana bu f' x ni grafiki bo'lgani uchun shunga nazar solib ketaman. Mana bu joyda berilgan funksiyamiz musbat, ya'ni f' musbat. Bu joyda f' manfiy. Shunda musbatdan manfiga o'tyapti. Bu maksimum nuqta ekan. Keyingisi mana bu nuqta manfiydan musbatga o'tyapti. Shunda bu minimum nuqta ekan. Endi bu nuqta musbatdan manfiga o'tyapti. Bu maksimum ekan. Nechta minimum nuqtasi bor deydi? Bitta minimum nuqtasi bor.
3 va 1. 40-savol. Bizda f(x) va gx funksiya grafiklari tasvirlangan. Berilgan ma'lumotlar asosida bizlar g'1 va f'0 kerak ekan. Bu 1 degan nuqtaga e'tibor qaratib ko'raylikchi. 1 degan nuqta bu g funksiyasining burilish nuqtasi turibdi, ya'ni xosliyasi 0 bo'ladigan nuqtasi turibdi. Demak, buni qiymati 0 bo'lsa, endi 0 degan nuqta f uchun mana 0 degan nuqta f uchun yana burilish nuqtasiga mos kelyapti. Burilish nuqtada har doim hosil 0 ga teng. Shuning uchun buni 0 plus 0, ya'ni 0 deb ketaveramiz. Yozib qo'yay bo'lmasa, g'1 bizda 0 bo'ladi. f' bo'limiz ham 0 bo'ladi. Demak, bu misol javobi 0. Keyingisi. Xo'p, b shartini bu joyga ishlab yuboraman mana. B sharti mana. Integralni birlashtirib yuborsak 0 dan 3 gacha. Qaraylik-da, 0 dan 3 gacha, 0 dan 3 gacha bir xil birlashtirib yuboramiz. Shunda f'(x) gx qo'shilgan f(x) g'(x) dx holatigacha kelar ekan. Bo'ldi. Demak, javob chiqarganda bunda bu f(x) ko'paygan gx bitta boshlang'ich. 0 dan 3 gacha demoqda. 3 qo'ysak f3 g3 ayniga 0 qo'ysak f0 g0 bo'ladi. f3 deganimiz mana f3 deganimiz 2 bo'ladi. g3 deganimiz ham shu narsada 2. 2 r 2 aytib tashlaymiz. f0 deganimiz 0 degan nuqtadan f funksiyaga borsam -1 ga to'g'ri kelaman. 0 degan nuqtadan g funksiyaga borsak 3 ga to'g'ri kelamiz. -1 karra 3. Shunda 4 plus 3 javobi 7 bo'lar ekan. 0 va 7. Mana bu jo'ya. Javoblari 0 va 7 bo'lardi. 0 va 7. Xo'p, yaxshi. 41-savol. Xo'p, demak, rasmda bizda berilgan ma'lumotlarga ko'ra har bir aylan radiuslar bittasini radiusi 2, bittasini 3 ekan. Keling, shaklda ko'rsatib olaylik-da shuni. Bu 90 da tushadi, bu ham 90 da tushadi. Bu 3 bo'ladi, bu 2 bo'lar ekan. Keyin yana nima deganda, muntazam uchburchak deb qo'ydi. Qaraylik-da, hamisi muntazam. Muntazam bo'lsa graduslari bor 60 dan. Endi bu yerni 60 gradusdan foydalanishim kerak-da men. Foydalanmasam bo'lmaydi-da. Endi b va o bilan tutashtiramiz. Natijada bizlar nimaga ega bo'lamiz? Bissektrisaga ega bo'lamiz, ya'ni 30-30 dan bo'lib chiqadi. Shunda 30 gradus qarshi harakat bo'lsa, bu uzunlik 2 ta ildiz bo'lgani uchun urinmalar tengligi inobatga olsak, bu yog'i ham 2 ildiz bo'ladi. Bu yerni x desam, bu yog'i ham x bo'ladi. Bu y desam, bu x plus y bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i ham x plus y. X plus y. Bu yoqdan ham foydalana olishimiz kerak. Shunda buni tutashtirib yuboramiz. Natijada bu yerimiz ham 30 dan bo'linadi. 30 dan bo'linsa, bu yer 3 ildiz 3 bo'ladi. Shunda bu yoqdagi urinma ham 3 ildiz 3. Endi mana bu uzunlikda a dedim. Qarang. Bizda mana bu uzunlikda a deb olsam. Endi bu yoq ham nima bo'ladi o'z navbatida? A bo'ladi. Endi mana bu nuqtaga qaraylik-da bu yergacha. A plus y mi? Demak, bu yoq ham nima bo'lishi kerak? A plus y bo'lishi kerak. Xo'p, bizlar nima qildik? Muntazam uchburchak tomonini topdik. Qarang. Mana bu uzunlik bilan mana bu uzunlikni tenglab yuboramiz. Demak, ana shu bizlarni misolga deyarli yechim topadigan qildik. 2 ildiz 3 plus a plus y deymiz. Teng deymiz. A plus 3 ildiz 3 deymiz. A qisqaradi. Shu yerda biz y chiqadi. Y ildiz 3 bo'ladi. Bizga ham shu y kerak edi. Ildiz 3. Endi O1, O2 da uchburchak yuzasi. Hozir shu shaklni qayta chizib olaydi. Mana shaklni qayta chizib oldim. Xo'p, endi aytilgan nimalarni tutashib yuboray. O1 dan D ga, D dan O2 ga va O2 dan yana qaytib O1 ga tutashtiramiz. Mayli. Bunday chizib yuboramiz. Xo'p, yana tutashtirib qo'ydim. Endi har doimgidek bu
yerga qo'lni o'rtasiga albatta lots o'tkazib qo'yishimiz kerak. 90 bo'ladi bu yer. Shuning uchun 90. Bu yer 3, bu yoq 2. Mana bu joy 90 bo'ladi desam ishonasizlarmi? Qarang, isbotlab ko'rsatamiz. Bu yerni alfa deydigan bo'lsak, bu yoq ham alfa bo'ladi-da. Bilasizmi? Bisektriса bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerni beta deydigan bo'lsam, bu yer ham beta. Bu yer ham bisektriса 2 alfa 2 beta 180. To'g'rimi? Yoyiq burchak va alfa plus beta bu yerdan 90 ga kelib chiqadi. Bo'ldi. Alfa plus beta 90, bu yerdagi burchak to'g'ri burchak mana. Endi alfa va unga beta kerak ekanda 90 bo'lish uchun. Betaga yana alfa kerak 90 bo'lishlik uchun. Demak, uch burchaklar o'xshash chiqdi. Keyin oldin nima deb qo'ygandim shu joyni bittasini x va x plus y deganim. Bu yog'i x edi, bu yog'i x plus y edi. Y esa ilzosi 3 chiqdi. O'xshashlikdan foydalanib yuboramiz endi. Shunda alfani qarshisida 2 taqsim bu yoqda alfani qarshisida x plus ilzosi 3 teng deymiz. Betani qarshisida x, betani qarshisida 3. X kvadrat plus ilzosida 3x teng 6 ga. Bu yerda biz ko'rinib turibdi x ni ilzosi chekani, x ham ilzosi chekani, ilzosi 3 bo'lsa 3 va yana 6 chiqadi. Bo'ldi. Xo'p, x ilzosi 3 bo'lsa boshqa rangda yozaydi. Endi buni qaysi rangga yozsak mayli, bunda yozamiz. Bu ilzosi 3 bo'ladigan bo'lsa, Pifagor ilzosi 7 bo'lar ekan bu yoq. Ilzosi 3 bo'lsa, bu uzunlik 2 ta ilzosi bo'ladi. Demak, bu 4 12 9 ilzosi 21 bo'lib qolar ekan bu yoq. Bo'ldi. Endi s o1 o2 d teng bo'ladi. Ilzosi 7 ko'paygan ilzosi 21 bo'lingan 2 dan chiqadi. Shunda 7 ilzosida 3 taqsim 2. Bo'ldi. 7 ilzosida 3 taqsim 2. 7 ilzosida 3 taqsim 2. Xo'p, mana yechimni topdik. Demak, mana yechim. 42-savol. Xo'p, juda chalg'ituvchi savol ekan bu. Oldin o'zim ham bu testni ishlab ko'ryapman. Endi mana bitta chiziq deb o'ylagan ekanman. Bitta chiziq emas. Shuni aytib o'tay. Xo'p, keyin bizga mana bu yuzasi 6 lik aytilmoqda, bu yuzasi 14 lik aytilmoqda. Bu yer x bo'lsa deydi. Jami 3x deb olinyapti. Bu yer 2x bo'lsa deydi. Bu yoqni ham jamini 3x deb oling deb berib qo'ydi shartida. Endi bizlar nima qilamiz qarang. Bu bilan dni bilan sinflashtirib yuboramiz. Xo'p. Keyin qaraylikda. Buni aytib o'taman. Mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchakni balandliklari bir xil. Agarda uchburchakning balandliklari bir xil bo'lsa, uni asoslariga ko'ra yuzasini aytsak bo'ladi. Qarang. Ya'ni proporsiya qilib ketsak bo'ladi. X asosga 6 yuza qolyapti-ku. 3x ga qandaydir yuza qolyapti. Shu yuzani topadigan bo'lsak, 18 lik yuza qoladi. 18 lik yuza. Xo'p, keyingisi. Bunday qilib qo'ying, qandaydir ish degan ma'noda. Xo'p. Endi bularni tutashtiramiz qarang. Deb tutashtirib yuboramiz. Keyin nima qilamiz? Yana shu narsa. Qarang, mana bu uchburchakda balandlik qanday bo'lsa, mana bu uchburchakda ham balandlik shunday bo'ladi. Bularni asosiga ko'ra yuza topib ketsak bo'ladi. Ya'ni 2x ga 14 yuza qolayotgan bo'lsa, 3x ga qanday yuza qoladi deb so'raymiz. Bu yerda o'zlaridan kelib chiqadi, 21 dagi yuza qolyapti degan ma'no keladi. Xo'p, endi yana bitta qoidadan xabaringiz bo'lishi kerak. Hozir bo'yab ko'rsataman buni. Bu mana bunday. Ana shu har xil rangga bo'yaydi shuni. Mana bu yuzaga e'tibor qaratamiz. Keyin yana boshqa ranglarimiz bor emasmi? Mana bor ekan. Mana bu rang yuzaga qaraymiz. Bizda bu yoq qoldi endi. Ana shu nima yuzalar, qarama-qarshi yuzalar yig'indisi teng chiqadi agar bu istalgan nuqta yordamida 4 burchakka bo'linsa. Masalan, buni yuzasini a desam, a yozildi. Mayli, f yuza desam, buni d yuza deydigan bo'lsam, f yuza bilan d yuzani yig'indisi mana bu
bilan mana buni yig'ilsa teng chiqishi kerak. Bizlar sal oldin topdik. Mana bu jami 18ligini topdik. Bu yoqni jami 21ligini topdik. Shunda bu 39 bo'lyapti. Endi bizdan ABCda parallelogram yuzini yozib ketaydi. 39 dedik-ku mana buni bo'yalmaganlarni. Keyin bu yoqlarni ham yana yozaman. 39. Keyin mana bu yuzani 21 yo'q, 18 buni 21 degandik. Yana 18 yana 21 bor. Bundan 78 degan javob kelishi mumkin. Aniq keladi. Kelishi mumkin deb yozibman o'zi. 78 bo'ladi. Endi bo'yalmagan soha yuzining bo'yalgan soha yuziga nisbati. Endi bizlar jami 178 ku, to'g'rimi? 78 dan bo'yalgan sohalarni ayirib tashlaymiz. Shunda bo'yalmagan soha yuzi chiqadi-da. 20 ni ayiradigan bo'lsak, bo'yalmagan soha 58. Bo'yalmagan soha 58, bo'yalgan soha 20. Ularni bo'ladigan bo'lsak, 29 bo'lingan 10 degan javob qoladi. Va nihoyat javoblarni topdik. Bu 42-chi savol uchun. 43-savol. 12 o'lchak, demak 360 ni 12 ga bo'lamiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladi bular. 30 dan, har bir tomonda 30 gradusdan. Xo'p, tashqi burchakda 30 dan ekan. Endi bunday tashqi burchak 30. Endi bunday qilamizda, mana bu joydagi burchak necha gradus bo'lishi kerak bo'lsa, qaraymiz. Mana bu ikkalasi 30 deb olamizda, 62 ga bo'lsak, yana 30 dan bo'lib qolar ekan shu yerlar. Shunday qilib topib ketish mumkin. Bu joyda burchaklarni topib berish mumkin. Qarang, mana bu uchalasiga hechqisi deyapti. Har biri 30 dan deb olasiz, keyin 90 bo'ladi, 2 bo'lsa 45. Masalan, bu yerdagi burchak 45 ekan. Xo'p, yaxshi. Endi bizda nima demoqda? Misolimizga qaytaylik qani. A1, A10 berilgan ekan uzunligi. Bo'ldi. Buni bunday qilamiz. Balandlik o'tkazsam o'zi muammomiz hal emasmi? Bu yerdan balandlikdan o'tkazib olamiz. Ruchkani mayda aytaylik. Xo'p, mana bu. Xo'p, nima deymiz? 30 gradus qarshisidagi katetni A deydi. Bu joy 2A bo'lsin, bu yer A izochli bo'lsin. Demak, tomon 2A dan bo'lib ketdi. Bu yer ham 2A, bu yer A izochli bo'ladi. Yozamiz. 2A plus 2A izochli deymiz. Teng deymiz. Mana bu shartda izochda 4 plus 2 izochli deb berib qo'yibdi. Bu yerdan 2A ni chiqaradigan bo'lsam, izochli 3 plus 1 deyman. Barobar deymiz. O'zi bu izochli 3 plus 1 chiqadi. Mana bundan iz chiqadigan bo'lsak, A ni qiymati 1/2 chiqadi. Endi bizda bundan 12 burchak tomonni esa bizlar 2A deb belgilaganimiz uchun 2 ko'paygan 1/2dan 1 deb olamiz. Javob 1 bo'ladi. Keyingisi A5, A8, A10 deydimi? A5, A8, A10. A5 dan A8 ga, A8 dan A10 ga va yana qaytamiz A5 ga. Ana shu 3 burchak yuzasi aytilmoqda bizga. Bunday bo'ladi deb. Xo'p, bo'ldi. Mayli. Bizlar deyarli chiqdi bu misolimiz. Qarang. Bu yerda burchak necha gradus bo'ladi dedik? 30, 30, 60, 2 ga bo'lsak yana 30. Bo'ldi. Bu yerdagi burchagimiz necha bo'ladi shunda? 30, 30, 30, 90. Demak, bu yerdagi burchak 45 bo'ladi. 30, 45 bo'ldi. Yetadi. Mana bu uzunlikka qaraylik-da bizda. A1, A6 uzunligiga e'tibor qaratamiz. A1, A6 uzunligiga qaratamiz. Ustida 1, 2, 3, 4, 5 ta tomon qoldi. Endi bu uzunlikka e'tibor qaratamiz. Buni ustida ham 1, 2, 3, 4, 5 ta tomon qoldi. Demak, ikkalasi teng. A1, A6 teng bo'ladi. B nima yozib tashladik? Teng bo'ladi. A5, A10. Har birini x dan deb belgilayman. Juda ajoyib tuzilgan misol. Xo'p, keyingisi. Mana bunga qaraylik-da. Qaysiga qaraymiz? Xo'p, hozir aytib yuboraman. Endi mana bu tomonga qarang. A1, A10 ga qaraymiz. Ustida 1, 2, 3 ta tomon qolgan. Endi bu tomonga qaraymiz. 1, 2, yana 3 ta qolgan. To'g'rimi? O'chirib turay. Shular ham teng. Yozamiz. A1 va A10 uzunligi teng A5, A8 uzunligiga. Bularni yerdan deb belgilaymiz. Endi bizga mana bu S, A5, A8, A10 yuzani berib qo'yibdiki, 18 izoch deb.
Biza uni formulaviy jihatdan hisoblaydigan bo'lsak, 1 taqsim 2 buni oldin x dedim, buni y dedim. X, y sinus 30 deyman. Bundan x y topadigan bo'lsam, 72 izohida 3 bo'lib qoladi. Endi bizdan so'ralgan uchburchak yuzasi S, A1, A6, A10 so'ralmoqda, to'g'rimi? Endi bu 1, 2, 3, 4. 4 60'im 120. Shunda bu 2 ga bo'lsam 60 dan bo'ladi. Bo'ldi, bu ham x, bu yoq ham nima deb qo'yibmiz biz? Y degandik. Buni yuzasi 1 taqsim 2. Men o'chirib qo'yaman hozir. X, y sinus 60 bo'ladi. 1 taqsim 2. X, y ni biz 72 izohida 3 dedik. Sinus 60 dan izohida 3 taqsim 2 deymiz. Shunda 18 karra 3 54 bo'lib qolar ekan javobi. 54. Bu 1, bu 54. 44-inchi savol. Kesik konus asoslarining radiusi 3 va 5 ga teng, diagonallari o'zaro perpendikullar. Xo'p. Demak, kesik konus deydi. Mana bunday shaklda chizib olamiz. Mana kesik konus yasadim. Endi nima qilib qo'yayda buni? Bunday diametrini o'tkazib qo'yaman. Necha ekanini aytsam bo'ladi. Bittasini 6 ekanini ayta olamiz. Bittasini esa 10 ekanini aytishimiz mumkin. Endi buni diagonallari o'zaro perpendikulyar deydigan bo'lsa, mana diagonallarni chizaman hozir. Xo'p, mana boshqa rangda. Bu va bu diagonal o'zaro perpendikulyar. Bo'ldi. O'q kesimi bizda trapeziya-ku, mana bu trapeziyani bu yoqqa chizib olaydi bizga. Trapeziyani diagonallari o'zaro perpendikulyar ekan. Bizda bunday qoida bor. Trapeziyada bu yoq hozir 6, bu yoq 10. Bunda bir agar teng yo'l trapeziyadagi istalgan trapeziyada hammasi bir perpendikulyar dik chiqadigan bo'lsa, bu yerda balandlik o'rta chiziqga teng bo'lib qoladi. 8 demak trapeziya balandligi 8. Bu degani konusning ham balandligi 8 degan. Endi konus hajmi so'rayapti. V teng bo'ladi bizda 1 taqsim 3 pi r kvadrat katta r kichik r plus kichik r kvadrat h edi. Teng deymiz 1 taqsim 3 pi joyiga 3 qo'yib yuboramiz. Katta r bizda 5, 25, 3 5 15, 9. H ni bizlar topdik 8 dedik. Qisqardi. Bu 30, 40, 49 karra 8 bo'ldi. Teng bo'ladi. 8, 9, 72 hissiyotda. Xo'p, 32, 39, 392 chiqdi. Konusga ichki chizilgan shar hajmini toping deydi. Demak, bunga ichki shar chizadigan bo'lsak, xo'p, endi konusni sal mayli. Ichki chizilgan sharimiz bunday joylashadi. Hozir chizmam o'xshamay qoladi, mayli. O'zim konusni sal nima chizib yuboribman. Ichki shar chiziladigan bo'lsa, uni radiusi o'zi ikkita balandlikka teng bo'ladi. Mana o'zi bizda balandlikni aytgandik-ku, 8 deb, demak 4, 4 dan. Shunda sharning hajmi b sharti bu a sharti uchun bo'lsin, b shart v teng 4 bo'lingan 3 pi r kub bo'ladi. Shart kub deb qo'yay, 4 taqsim 3 pi ga 3 qo'yamiz, radiusi bizda 4, 4 kubi dedik. Shunda 256 chiqdi. 256. Va nihoyat eng so'nggi savolga yetib keldik. 45-savol. Demak bizda sayyohimiz bor ekan. Mana bu A nuqtada ekan. Dastlab bu yo'l bo'yicha yurib, P nuqtaga kelib, ya'ni qayiqda kelar ekan. Kilometr uchun $2,5 to'lab. Keyin bu yog'iga piyoda qirg'oq bo'ylab mashinadami nimadir yuradi ekan. Kilometrga $2 to'lab, keyin bu joyga kelib qoladi ekan. Bu joyda eng minimal xarajat sarflanadigan qilib yo'l tanlashimiz kerak. Endi buni bunday kelib qoldimi, shuni minimal qilib olishimiz kerak.
Xo'p, endi bizlar mana bu joyning uzunligini bilamiz. Mana bu uzunlik necha ekan? Bu uzunlik 100% bilan x deb olamiz. Xo'p, endi Pifagordan bu yog'imiz x kvadrat ayrilgan 144 bo'ladi. Bu yog'i esa 18 ayrilgan asosda x kvadrat ayrilgan 144 deymiz. Bo'ldi-ku. Endi hx deyman. hx bu xarajat funksiyasi bo'lsin. Bu x degan x kilometr yo'l har kilometrga 2,5 dollar bo'lgani uchun 2,5 x degan xarajat ketadi. Plus bu yoqqa 18 minus asosda x kvadrat minus 144 degan yo'l har kilometrga 2 dollardan to'laydi. Bu bizga xarajatni hisoblaydigan funksiya bo'ldi. Minimum topish albatta hosilot negativimiz. Hosil olsak 2,5 plus qosachami 18 hosilasi 0 yozmayman. Shunda minus 1 taqsim 2 asosida x kvadrat minus 144. Ichkaridan hosil olsak 2x ekan, ko'payiga 2 tengmi? Ha, demak 5x 5 asosida x kvadrat ayrilgan 144 teng 4x ekan. X kvadrat ayrilgan 144 teng bo'ladi 16x kvadrat taqsim 25 ekan. Shunda 9 taqsim 25 x kvadrat teng 144. Bundan ildız chiqaradigan bo'lsak 3 taqsim 5 x teng 12, x teng 20 chiqar ekan. Ha, demak x 20 ekan. 20 bu yoq 16, shunda bu yoq 2 bo'ladi. Bu topdik. Endi A nuqtadan C nuqtasiga borishda eng kam xarajat sarflansa qancha yo'l yurish kerak? 20 va 2, ya'ni 22 kilometr yurish kerak. Bu sayohatchimiz. Endi A nuqtadan C nuqtaga borish uchun eng kam xarajat qancha ketgan deydi. Bu yerga javob degan hozir olmay qo'yibman. Javob beringizlar. Buni bunday hisoblaymiz. Demak, B shartini hisoblab ko'rish yo'llaga. B sharti uchun 20 ni 2,5 dollarda yurdik, 2 ni 2 dollarda yurdik. Shunda bu 54 dollarlik xarajat bo'ladi. 54 dollarlik. Xo'p. Shu bilan menimcha ichimdan qilib bo'ldik. Ichimdan tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling. Sertifikat testlarida omadlar tilab qolamiz. Navbatdagi videolarda ko'rishguncha xayr.